varım senin kadar hakkında pulsun tepişip bergenmi tan ya sen? Pulni bana bergenmez. Sen onun hakkı gep bulaman. Men de halam üstü adı kızkarlak var. Haqqasındaki adamның destidan qaylamış haqlımı tordu. Qo'rqmay biz adamga pul berishdimi qo'rqaydigan bo'lib ketdi hozir. Bu dehqonchilik to'g'rilarininki o'sha ta'sirini tozalaydi-ku bu. Nima qilyaptilar? Yaxshi. Qo'y sen bormisan? Uy. Bormisan? Ha? Qillarning dadi bormi sening qandasan? Bujran. Qana haqning puli qana? Qaqaqning puli. Qana 20 ming pul qana? Qana qilsin ha? Ishimni pushimay ekilab pulni. Uysiga ko'rinma pulni. Qayigisiga versa telefon qilsa olmay qayigisiga versa. Avval mani qo'ydi. Ishimni pushimji bor, achang o'g'ang to'yib ketdim men sening. Voy, men senda oldimmi pulni? Men de olmasa haq meni izlab keldi ya aşağıda. Voy, menga adashmasin pulni atsang bunda. Burmoch adamni oldida. En masın of qilsam senda tinib ketamdan. Hujjat yetmay zadim ama bol tinib ketdim, aboni men tonimayman. Qollarning dadi bormi? Sen qanday haqni pulni tepishib berganmi tan ya sen? Pulni menga berganman, sen onun haqqi gep bulaman. Men de halam üstü adı kızkarlak var. Bunda qilinimsan ne deb pishib qolganimsan? No kulay bir tichimni siqay ben xiyole. Men nimdep deyman aslında ufkularıydı ağantı mapulni de flotka yeriman köztüp davasam ben ya nimdep Voy, bersem lan bolam 20 ming koyuna beraman. Az qoldi bir ish qilayotgan shunda pul keladi 2-3 kundan keyin shuni bersam bo'la. Bu yerda so'zlab shuni hojati yo'q. Sen meni qaz pulumni berib baqanda, ha? Men sana bergan qaz pulni sen men qaytirib berib baqdan. Yani xijil olma gap qilyapsan ya. Achang olib qolgan gunohmi? Dot deb chiketkirek olib ketdim deb men deb qo'yay sendan. Aş acamla ulğun haqqin. Bolapda ma qirindaş degan deb men san shunchalar yon bisab mushakkaganda yan menilan bo'lsa ekan, aş adamni menilan berib topida aşağıda. Men haqqni pulni bermadim. İchimni siqmay pulni ber. Qani sen nima qilding o pulni sen? Qayla 20 ming pulga menda vaqirish faqat o'rin yo'qchima. Bir ish qilyapman degan qilyapman. Bersam bo'ladimi haqda? Men ajam bog'iga biraqtim bermaydi, bermagan manda divonga qayla. Hey 20 ming pulga deb ketib borsa, haq 20 ming pul qancha vaqtda bilamsan? Bir yil ishlab haq ziqondan topilar 20 ming pul ne? Sen haqning pulini ile boshqa qilsang bulamda. Sen berib tursan bo'ldi ham da asosan. Nimda men berib turib mika. Qanday qilmaysan sen? O numus qilma qanday qilmaysan? Pul yo'q. Ujal men pul berishmila qasdira urumchi ketdim. Kilogan pul yo'q. Shunun qaysi mumkin o'zi kelib berdi, men pul beraman demadim. Ya men zavlab sotmadim. O'zim pulni sizlarga beraydi deb ma'qul deb elib yenib keldim shu. Haqqasındaki adamның destidan qaylamış haqlımı tordu. Qo'rqmay biz adamga pul berishdimi qo'rqaydigan bo'lib ketdi hozir. Yilimo taqa doyinda biz chiqib turg'ach, va ipida sipida va haqken deb bizni bo'lib tonib haq ziyon ushtirmay pulini elib ketardi. Nurg'un adam ashta qilib qo'ylab ketib bor. Vilotam sashna. Ey men dunyoda haq yashamdi, yashmamda qasangni deb. Bu qo'yib bitish maqsad emas, men qo'yib bitaman emas. Ash pulni elib men bir ishnal qilib beray deb bo'cha men jiddiy qashqayinib kelib g'ashlab qilib yinib kelib qoldim. U pulni ozroq ishlatib etgan men heptid qo'ytirib bermasam ma'qul degan adam, ham sen urumchik bag'ini anglab turib sen izdiga o'xshaydi, dekdik bo'lib. Beraman uni men bir ish qilayotgandim. Jon sho'ning ishini. Sho'ning ish pulsam 20 ming pulchida shuni sana beraysam, itpirasam ham o'zim itpiraman bermagan bo'lsam. Sen nima ish qilyapsan? Hey sen nima ish qila olaysan? Ya nima ish qilyapsan? Qachon sho'ni qilyapsan sen? Sen yana ishdan bizni tepirib o'tirasiz, bizga shunami? Bu yerda ma bol bileklima bakni ayrim chiqib deyishlar bu gapni men nima qilsam ayrim deb turib bo'ldim so'zlar men bek saat turdim yerda. Edim ashkanlib ketdimishlar. Hijlonmaydi, nima qilganda? Bunda siz mana bir tecrübesini işlegeç durun ha. Mavi mesela quruq suvda jug'andan ayrim chiqadi. Bizning ma tuzni silib jug'anda ayrim chiqadi. Anandaki ma embelnimi hech kim bilmaydigan ishchi mavi. Embelning ustidami qarang, ay shu 20 kun ishlatgandan keyin odam beni rok paydo qildi, işte mikroblar paydo bo'ldi ekan ha. Shuning bilan buni hech kim bilmaydi. Hozir shu kasallik bizning badanimizga, işte ig'izimizga asta-asta kirib shakllanyapti demasmi? Shu mushmaslani hal qilish uchun ham shirkatimiz hamda mushish Cumhuriyet en çok doğru zavod bilan hamkorlashib ishlagan mahsulot mavjud. Pek unum yaxshi, har bir oilaga, har bir uyga zot qirmis olmaydi. Mushu. Endi mevji namimiz yeymiz, ko'ktat namimiz yeymiz. Mush orqali bir shu yeshil, tabiiy saf qilib yemasak bo'lmaydi. Siz tajribasini ishlagach turganmisiz? Men bu yabonning gapini anglab, chiqib faqat o'zim tutib olaman, bekotchig'im kelib ketgan. Siz va yerlam so'zlab ketibdim men bu. Men so'zlab chiqaychi.